Mani do'stim bor, yaqin do'stim. Ismi Kamoliddin. Nima ish qilsang, nima ish boshlasang, birinchi navbatda halolligini, odamga rostdan ishlaydigan narsa tavsiya qilyapmizmi? Pulimiz halolmi? Ishlaymiz. Bu fikrni endi bizga ota-onamiz singdirgan. Qalbi eng toza kishilardan edi. Yomon gumonlarga bormasdi. Nasihat qilishda yetakchi edi. Eng mehribon, eng fidoyi kishi edi. Alloh rahmatiga olsin. وأعجب من مريدك